Assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar videosini o'zini qo'yib, obzor qilmagan edim. Hamma obzorini so'rab yozibdi. Obzor qilib bermoqchiman sizlarga shu setda. Birinchi abadogimiz elektr rangdagi abadogimiz, xohlagan ranglarda tayyorlab beriladi. Siralari ham bor. Ikkinchi abadogimiz tilla rang abadog. Uzun barglari ikkala yoninglarda chiroyli turadi. Hamma kiyimga tushib ketaveradi. Buni ham siralari bor albatta. Keyingi abadogimiz juda ham bogat abadog. Boshinglarni to'ldirib turadi. Rozoviy rangda, xohlagan ranglarda qilib beriladi. Buni ham albatta ziralari bor. Keyingisi trend abadogimiz. Shunaqa zanjirlari ko'p ishlangan, ozgina emas. Toshlari ham toza tosh, zich ishlangan, ovoz chiqaradi shu uchidagi tangachalari. Bug'doyli abadogimiz hamma kiyimlar bilan ham ketaveradi. Zeleniy rangda ixchamgina abadog, buni ham ziralari bor. Va oxirgisi tilla qoshimiz, jemchugli, bu ham hamma kiyimlarga tushib ketaveradi. Ko'ryapsizlar, shokildalari zich ishlangan. Buni ham albatta ziralarini qo'shib berganman. Bu sarpa setimizning narxi 450 ming so'm. Dastavkalarimiz bor.